Qiyin paytda birodaringizni yolg'iz qoldirmaysizmi? Yoz kunlarining birida bolalar soy bo'yida o'ynashardi. Ular orasida G'affor ismli bir bola ham bor edi. Hayvonlarga qiladigan qiynoqlar tufayli bolalar unga shafqatsiz deb laqab qo'yishgandi. G'affor yangi va yanada qiziqarli o'yin o'ynashni xohlayotgan edi, lekin taklif qilingan o'yinlarning hech biri unga yoqmayotgandi. O'ziga o'xshash 2-3 fikrdosh do'stlarini bir chekkaga chaqirib, alohida gaplashgandan keyin boshqa bolalarga zo'r bir o'yin topishgani haqida aytishdi. Boshqa bolalar ham bu o'yinga juda qiziqib qolishdi. G'affor va uning do'stlari endigina shaharga ko'chib kelgan, hali suzishni bilmaydigan Alining yoniga sekingina yaqinlashdilar. Keyin bechoraning qo'lidan oyog'idan ushlab soyga uloqtirishdi. Katta vahima ichida Ali bir necha bor suzishga urindi, ammo u suzishni bilmas edi. U borgan sayin suvga cho'kib keta boshladi. U yordam bering deb qichqirib chiringani sayin G'affor va uning do'stlari qah-qah otib kulishardi. Bolalardan biri tezda yechishni boshladi. Bu Ismoil edi. Jasur bola bo'lgani uchun faqatgina u G'afforga qarshilik qila olardi. Aliga qilingan yomonlikni ko'rgan zahotiyoq chidab tura olmay isyon ko'targandi. Soyga sakrab tushib, Alini qirg'oqqa chiqarib olishi uchun 1-2 daqiqagina kifoya qildi. Boshqa bolalar Ismoilni tabriklashdi. O'sha yerdan o'tib borayotgan bir odam nimalar bo'layotganini ko'rib turgandi. Ismoilning boshini silagach, chiroyli kiyingan, yuzi nurli bu odam shunday dedi: "Bolam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning buyurganlarini qilding. Alloh sendan rozi bo'lsin." Rasululloh alayhissalom bir hadis shariflarida shunday dedilar: "Musulmon musulmonning birodaridir. Unga zulm ham qilmaydi, uni tashlab ham qo'ymaydi. Kim birodarining hojatini ravo qilsa, Alloh uning hojatini ravo qiladi. Zero birodarini qo'llaganni Alloh qo'llaydi."